Va oyijon, Ha qizim, uzr, uxlab qolman. Ovqat qildingizmi? ovqat qildim. Mendagi qaynonani qaysi duolaringizda so'ragandingiz? Oyijon, siz menga qaynona emas, oyijonimsiz-ku. Onamsiz-ku. O'zim o'rgilib ketay sizdan, go'zal qizimdan. Asal qizim, mazza qilib uxlang. Rahmat, Bolaga oyijon. yaxshi qarasangiz bo'ldi. Bola uxlamadi-de, keyin unga qo'shilib o'zim ham uxlab qolman. Mayli. Bolaga yaxshi qarang. Bola shunaqa bo'ladi o'zi. Yig'lab katta bo'ladi. Bekor yerga tegman-de, oyijon. Voy, unaqa demang. Kech yerga tekkaningizda ham shunaqa qiyinchilik bo'lardi. Baribir ona bo'lish oson emas-da, qizim. Qiyin ekan, oyijon. Mayli. Muhimi, keyin kelajakda huzurini, rohatini ko'rasiz inshaalloh. Oyim aytibdilar, nyanko beraymi deyaptilar. Hech ham kerak emas. Bolangiz birovga mehr bersinmi? Uydasiz-ku, o'zingiz qaraysiz. Yana bir tuzroq emizayotganingiz ham yo'q. Eplolmayman-de, oyijon. O'sha uchun mehr bering hech bo'lmaganda bolaga. Sizga ishonaman. Eplaysiz. Qizim, ha boring, yuzingizni yuving. Nima qilib turibsiz? Bola uxlayotganda tez choy ichib olasiz. Bo'la qoling, ovqat suzaman. Xo'p.